Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan, Matiz avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2010-yil 400 ming yurgan, xullas Stanley Svetdagi Best avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari akalar. Iloji boricha qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib ketamiz. Podramnik, choklari, usilitillar, xullas gazlari bor. Stanley Svetda balonlariga kelsak, balonlarimiz ham holatda avtomobilimiz saloni linonin, ko'rish, chexol, mana salon holatlari akalar ko'ryapsiz, chiroyli, ухаженный xullas. Mashina ekan, xullas hozir bosilib qolibdi. Sekin iloji boricha bosilib. Orqadan tonirovka, bagaj xullas ochilmadi. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motor hadoyi yaxshi, rasvoti yo'q. Rasvot yo'q, a? Yo'q. Motor rasvot yo'q, hadoyda ishi Yo'q. yo'q, a? Yaxshi. Olib turib minishadi faqat. Olib turib minishadi, rasvot qilishmaydi. Ha, olib minadi. Rasvot qilmaydi. Qayerda mashinasi ekan aka bu? Shaharda mashinasi, eski shaharda. Eski shaharda, ular shaharda mashinasi ekan akalar. Kraska kaltaga? Kaltagi yo'q, kraskasi emas, kapot bilan shopor deyish betigalik bezakka sepib qo'ydik. Bezakka sepilgan, unaqa kaltaga yo'q, a? Udar kaltaga akalar yo'q ekan. Bu narxini qancha deyapmiz? Narx pulga $3,500 beramiz. $1,000 $1,200 puli bo'lsa 1 yilgacha nasiya ham qilib bera olamiz. Eng kamida 1000 a. Eng kamida akalar $1000 puli bo'lsa, xullas telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Naqqa 3,5 kami bor deyapsiz. Barteri bormi yo'qmi aka? Barteri yo'q. Barteri yo'q, a? Yo'q. Bundan enaqaroq mashina bo'lsa kelisha olamiz. Xullas arzonroq mashina. ustiga pul qo'shib berishsa, xullas mashinasini olib kelib, barteri ketaveradi. Ketaveradi. Bundan yaxshisiga xullas yo'q ekan. Telefon nomeringiz 90 90lik 540 540 5116. 5116 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Best. Mashinamiz 2010-yil 315 ming yurgan ekan, ko'ryapsizlar. Xullas mashinamiz akalar kurgovoy tonirovka. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usilitrlar, xullas gazlari bor. Mashinamiz akalar. Mana bu yerdan bir qator ko'rinish haligi o'shaydigani sinib qolibdi. Almashtirib olish kerak ekan. Balonlarga kelsa, balonlarimiz 4 ta balonimiz yangi ekan. Mashina kurgovoy tonirovka. Aka, tonirovka ruxsatichi? Bor, 15 kuncha bor. Yana 15 kuncha? Yana akalar 15 kuncha ruxsati bor ekan. Linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, mana salon holatlar. Xabarovskdan kelgan. Ular chexollar ham yangi chexollar taqilgan ekan akalar. Mana ko'ryapsizlar akalar, mashinada akalar mana monitorlargacha bor ekan, ular rossiyskiy. Xullas mashinani salon holati akalar, вообще cho'kki holatda mashina urinib, metib ketmagan. Akalarimiz chiroyli qarab minishgan mashinalar ekan. Mana avtomobilimizni bu yerdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan, bagajimiz akalar choklari, avtomobilimiz bu yerdan bir qator salondan. Zapaska balonlari bor ekan, zapaska balonlari akalar bor ekan. Mashinamiz orqadan ko'rinish. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motorlar yaxshi, motorlar yaxshi, balonlari ham mana ko'ryapsan, shuni to'kilgan balonlar. Motorda rasvot yo'q, hadoyda ishi. Hadoyda ham ishi yo'q, a? Bemalol olib minishoradi, gazini qo'yib minadi bu. Unaqa rasvot qilmaysizlar ekan akalar mashinaga, xullas olib turib faqat minadigan joy ekan. Bu aka qayerda mashinasi bu? Bu Andijon shahar. Shaharda mashinasi. Narxini qancha deyapsiz shunda? Narxini aka yaqinroq, aka barakaga yaqinroq 3200. 3200 kami bor, a? Ozgina o'tamiz, unaqa ko'p emas. Kraskasini qanaqa dedingiz? Kirilo kapotda. Kirilo bilan kapotda bor, a? Qolgan joyi toza. Toza. Ishlari butunmagan, ishlariga o'tmagan. Ishlari butunmagan akalar, ishlariga o'tmagan deyishyapti. Ular yaqinroq qilib 3200 kam bor deyapsiz. Variant barter bank? Yo'q, bankka bera olmaymiz. 1,5 ming qo'lida puli bo'lsa kelisha olamiz. 1,5 ming puli borga variantga chiqaradi. 1,5 ming puli bo'lsa akalar variantga chiqarar ekan. Barteri kelisha olamiz. Barteri ham bor, a? Barteri akalar devon boshlariga. Xullas bankka chiqmaydi. Telefon nomeringiz 77 254 17 78 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar Display Svetdagi Matiz. Mashinamiz 2013-yil 213 ming yurgan ekan. Mashinamiz xullas akalar M2 Delfin rang Svetda
Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usulitillar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz almashadigan holatda. Bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Linoning yo'q ko'rilari, chexollari. Xullas chexollari bor, chexollarni taqib beramiz deyishyapti. To'rtta yangi balon ham qo'yib beramiz. To'rtta yangi balon ham akalar taqib berishar ekan. Xullas, muammosi yo'q. Mana ko'ryapsizlar. Temir metan bagajimiz choklari, avtomobilimiz salondan bir qator ko'rinishi, bagajimiz akalar bu yoqdan ham bir qator chok holatlari. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motorlari yaxshi, hadovoyda jicha ishi bor. Hadovoyda Kelish bo'lsa ularni ham qildirib beramiz. Akalar, motor rasxod yo'q, hadovoyda oz-moz ishi bor deyishyapti. Kelishib qolsanglar, xullas hadovoylarni ham qildirib, to'rtta yangi balongacha taqib berishar ekan. Akalar, mashinaga keyin rasxod qilmaysizlar, olib turib faqat minaslar xolos. Kraskasini qanaqa deyapmiz? Kraskasi ikkita kirila, bitta kapotida bor. Ikkita kirila, bitta kapoti. Old orqasi pechatmi, yo'qmi? Ha, pechat aka. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan-a? Libo ustasiga ko'rsatib oladi, yoqsa pul beradi, yoqmasa qoladi. Akalar, Libo ustalarga tekshirtirib ko'rsatib olaverasizlar. Ular Libo proverka ekan, mashina unaqa strashniy bo'lgan joyi yo'q ekan, aytib o'tilgan joylari ichiga o'tmagan deyishyapti. Narxini qancha dedik buni? 3800 deyapmiz, ozgina kami. 3800 oz-moz kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, endi. Endi variant barterbank? Yo'q, faqat narx. Faqat narxga, faqat akalar narxga sotilar ekan. Telefon nomeringiz? 99lik 177 9949 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz mashinamiz, xullas 2010-yil. Tabloda 219 ming yurib turibdi. Ishlayaptimi? Yurganimi? Halol o'zini yurgani. Halol akalar o'zini yurgani ekan, bemalol ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usulitillar, xullas gazlari ham bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta, balonimiz o'rtacha holatda ekan. Saloni linoning ko'rik, chexollari yo'q, mana salon holatlari. Xullas akalarimiz tablodagi 219 ming yurgan, o'zini halol yurgani deyishyapti. Bemalol ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Xullas, mashinani orqadan bir qator videosi, videoga maksimal like bosamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib yuboramiz. Motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q, ha? Xullas, motor rasxod yo'q, hadovoy o'rtacha holatda. Hadovoy akalar o'rtacha holatda ekan. Qayerda mashinasi bu? Shaharda mashinasi. Kraskasi? Kraskasi 2-3 yerda bor, udari yo'q. 2-3 ta joyda bor, udari yo'q lekin, ha? Old orqalari pechat. Old orqalari akalar butun ekan. Bu narxini qancha deyapsiz buni? 3200. 3200 kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, endi. Endi variant barterbank. Variant bera olamizmi? Yo'q, Faqat narxga. Faqat akalar narxga ekan. Telefon nomeringlar. 99lik 177 9949 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Bera olamiz, bunaqalik qo'shilmaydi, 1 oy 15 kunga nasiyasiga bera olamiz. Akalar, xullas, molimiz sot, qo'yimiz sot, Rossiyadan pul keladi degan akalarimizga birar 15 kun yo'qsa uzog'i 1 oygacha kutib ham turilaverar ekan. Yetmay qolgan joyiga akalarimiz aytishyapti. Xullas, nomerlarni qoldirib o'tib ketdik. Telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. Akalar, mashinani holati mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bittagi avtomobilimiz Maloshniy Svetdagi Matiz mashinamiz 2010-yil 328 ming yurgan. Prostoy gidrolika deyapsizlar. Prostoy, gidrolika yo'q, prostoy ekan, prostoy variant ekan akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usulitillar, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz xullas o'rtacha holatda. Avtomobilimiz saloni linoning yo'q, ko'rilari, chexollari, mana akalar salon holatlari. Xullas monitorlargacha akalar taqib qo'yilgan ekan. 328 ming yurgan, o'zini halol yurganimi endi uka bu? O'zini halol yurgan ekan. Endi akalar bir qator tekshirtirib olaverasizlar o'zingizlar ham. Mana salondan akalar ko'rinishi. Xullas mashinamiz Maloshniy temir metan, mana kolonkalargacha taqilgan ekan akalar. Mana avtomobilimizni orqadan ko'rinishi. Motor hadoylari yaxshimi? Hadoylari hamma yo'q, finishga tayyor. Motorda rasxod yo'q, ha? Motorda rasxod yo'q.
hadovoyda ishi yo'q deyishyapti. Xullas, mashina minishga tayyor. Buni kraskasichi? Uchta yerida yengil bor, betida. Uchta yerda yengil bor, betida, ichiga o'tmagan. Old orqalari pechatmi? Old orqalari ham akalar pechat ekan. Narxi-chi buni narxi? 3000 kami bor, o'tib beramiz deyishyapti. Variant barter bank 1,5 ming puli borga variant chiqadi. 1,5 ming. Eng kamida akalar 1,5 ming pullar bo'lsa, telefon qilsanglar variant ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz 88lik 111 20 28 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Putlariga Mejgar pultmi yo oddiymi? Oddiy. Ha, xullas putlarigacha akalar bor ekan. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2010-yil. Xullas prostoy variant ekan. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, ustiliklar, xullas gazlari akalar bor. Balonlari, kesak balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Saloni linonin ko'rish chexol, mana salon holatlari yurgani 371 ming. Mejgar pullarigacha bor deyapsiz. Mejgar pullarigacha akalar bor ekan. Mana bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Xullas temir metan, bagajimiz akalar chok holatlari, avtomobilimiz mana bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi, mashinani orqadan qator ko'rinishi. Motor hadovoylari qanaqa? O'ta ideal, sho'pirgan xolos. Motorda rasvot yo'q, hadovoylari yaxshi. Xullas, mashina ideal holatda ekan. Kamchiligi bitta shofyor deyishyapti. Kraskasi? Bor, bir 15% petnochalari bor, mana oldi orqa birkalarigacha zavod. 15% cha akalar, kraskasi. Xullas, petnolari bor ekan, chaqa chuqalari, bunaqa mashinaning kaltagi yo'q. Old orqalari pechat. Narxini 3000 bo'lishi. 3000 akalar bo'lishi ekan, kami yo'q deyishyapti. Variantga chiqadimi bu ham? Bu chiqaradi. Bu ham xuddi shunaqa. Eng kamida 1,5 ming, eng kamida akalar 1,5 ming pulli bo'lsa, telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Mashinaning holatini mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Telefon nomeri 253 0900 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz DCB Svetdagi, xullas, Matiz, mashinamiz 2013-yil 305 ming yurgan ekan. MX akalar lyuks konditsionerliga, lyuks konditsioner. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, Gazlari bor. choklari, ustiliklar, xullas, gaz, konditsioner, konditsionerlar ishlaydimi aka? Hamma yo'q ish. Konditsionerlari ishlaydi. Balonlariga kelsak, balonlari to'rtta yumshoq charmxo balonlargacha taqib qo'yilgan ekan akalar. Avtomobilimizning bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Xullas, chexollari ham yangi chexolgacha taqilgan ekan. Mana avtomobilimizning orqadan ko'rinishi. Motor hadovoylari qanaqa akalar? Hadovoylari ham go'zal. Yaxshi. Rasxod qilishmaydi. Olib turib faqat minash. Faqat minaslar ekan akalar, rasxod yo'q. Kamchiligi bitta shofyor. Klassik kaltelaricha aka. Toza. Toza. Bitta anaqasi mashina betida laki bor. Kapotda laki bor, kapot betida akalar laki bor ekan. Bemalol ko'rsatib, tekshirib olishuradi deyishyapti akalarimiz. Narxi-chi aka buni? Narxini bo'ladigani 3650 ga berib yuboramiz. 3650 bo'lishi. Kami yo'q undan. Yo'q. Undan kami yo'q ekan, bo'lishini aytishyapti. Variant barter bankchi? Qilaveramiz. Chiqaveradi. Variantga qancha pullar bo'lsa telefon qilasiz? 1,5 ming eng kami. Eng kamida akalar 1,5 ming pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqaverar ekan. Barteri banki Yo'q, barter yo'q-ku. Xohlagan bank qilami nima qilsa bo'laveradi. O'zi bilan o'tkazamiz. Variant ham akalar bank o'rnida, undan ko'ra bankdan ko'ra variant qilib olganlar yaxshiroq. O'ziga yaxshi. Telefon nomerlar 90lik 253 09 00 0900 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. 10 toza. 10 yurganichi buni aka? Yurgani 335 ming. 2010-yil ekan, 335 ming yurgan. Xullas MX ekan akalar. Mashinaning holati yaxshi holatda. Endi haligi men ko'zimga aynan ko'rinyapti. Men mashinaning kraskasi ham akalar toza ekan. Mashinani mana holatini o'zingizlar ham mana bu yoqdan ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Xullas yaxshi sostenada Matiz qidirib yurgan akalarimizga tashab qo'yamiz videoda. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta charmxo yumshoq balongacha taqilgan ekan akalar. Linonin yo'q, ko'rilari, chexollari, mana salon holatlari, orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Tushib qopti akalar. Bagajni ham ochib olamiz.
mana bu yoqda ham bir qator akalar ko'rinishi. Endi quyoshda foksirovka qilishi qiyinroq bo'lib qolyapti. Chiroq hisobiga temir metallari, bagajimiz choklari, avtomobilimizni bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlari. Xullas, mashinani orqadan bir qator videosi, hozir qolgan ma'lumotlarni egalaridan olib o'tib ketamiz. Aka, motor hadovoy? Yo'q, rasvot yo'q. Aha. Motor hadovoyda ish yo'q. Motor Super. Motor rasvot yo'q, hadovoylari ham yaxshi ekan akalar, kamchiligi bitta shofyor deyishyapti. Mashinani qizig'i akalar, kraskasi toza ekan, qizig'i akalar, kraskasi toza ekan. Qayerda mashinasi bu? Shu shahar Andijon shahar. Andijon shaharda mashinasi ekan. Bu hujjat chiqadi. Bu hujjat genam berilaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar genam berilaverar ekan. Buni nima narxini? 400 ga berib yuboraman. 3400 bo'lishi. Kami yo'q, ha? Kami yo'q ekan. Variant Barterbank Bir xil ashi. 1,5 ming puli bo'lsa, variant ham chiqaveradi. Telefon nomeringiz 90lik 253 090. 90lik 253 0900 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz mashinamiz 2007-yil. Xullas mashinamiz akalar MX ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, ustiletillar, gazlari bor. Endi iloji boricha akalar qo'ldan kelgancha xullas unaganlardan, xo'p deganlardan ko'rsatib ketyapmiz. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz yaxshi holatda, yangi holatda ekan. Salon linonin yo'q, bor ko'rilari, chexollari, xullas mana salon holatlari o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Tabloda 252 ming. Aka, tablo almashganmi? Yo'q, yurgani 252 ming. Halol o'zini yurgani. Halol akalar o'zini 252 ming yurgani ekan. Xullas bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Bagaj qismiga kelsak, temir metan, bagajimizning choklari, avtomobilimizni bu yoqda qator ko'rinishi. Xullas o'zingizlarning nominglarda bozorga tayinlanmagan, qanday bo'lsa shunday chiqqan mashina ekan-a. Bunaqa bezak, bu narsa qilishmabdi akalarimiz. Xullas mashina qanday, kakes, tak chiqqan. Aka, motor hadovoylari qanaqa endi buni? Motor rasvot yo'q, hadovoyda ko'rsatishib oladi. Endi o'zingizlarga moslab olasizlar akalar. Akalarimiz to'g'risini aytishyapti. Masalan, hadovoy zo'r deb qo'ysa ham bo'laveradi. Endi haligi yolg'on bo'lib qolmasin, to'g'risini aytishyapti. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 20%. 20%-cha? o'ng taraf kiriladi. Akalar, ular oldi chap, orqa o'ng kiriladi bor ekan. 20%-cha, qolgan joylari yaxshi. Narxchi aka buni endi? 3000 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi? Endi xudo xolasa, variant Barterbank bank chiqaveradi. Variantga yo'q. Oldindan puli bo'lsa 1000 puli bor. Ha, oldindan gideta 1000 dollar puli bo'lsa, puli borga akalar variantga chiqaverar ekan. Nimasichi barterichi? Barter yo'q. Telefon nomeringiz aka? 99lik 658 27 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mashina Sharxonda mashinasi. Aka, muddati qancha endi variant? 5-6 oyga.